Har safar yangi texnologiya paydo bo'lganda bitta savol takrorlanadi. Endi mening ishim nima bo'ladi? Bugun bu savolni sun'iy intellekt yo'nalishida hamma o'ziga bermoqda. Va rostini aytsak, bu safar javob unchalik oddiy emas. Chunki ba'zi kasblar haqiqatan ham o'zgarmoqda. Ba'zilari esa hech kim kutmagan tarzda kuchayib bormoqda. Bugun biz ikkita haqiqiy voqeani ko'rib chiqamiz. Tarixdagi eng mashhur avtomatlashtirish hikoyasidan tortib, bugungi kunda haqiqatdan sodir bo'layotgan AIga almashtirishgacha. 1969-yilda Nyu-Yorkda birinchi bankomat o'rnatildi va 1970 va 80-yillar orasida butun Amerika bo'ylab tarqaldi. Mantiq juda oddiy edi. Bizga bankomatlar pul bersa, kassirlar nimaga kerak? Hatto prezident Barack Obama 2011-yilda bankomatlarni ishchilar sonini qisqartiradigan texnologiya sifatida ta'kidlab o'tdi. Ammo James ismli iqtisodchining ma'lumotlari buning aksini ko'rsatdi. 1980 va 2010-yillar oralig'ida AQShdagi bank kassirlari soni 500 mingdan qariyb 600 mingga oshgan. Sababi bankomatlar bitta filialdagi kassirlar sonini 20 tadan 13 taga tushirdi. Ammo banklar ko'proq filial ochishni boshladi. Natijada kassirlar uchun umumiy ish o'rinlari kamaymadi. 2010-yilga kelib banklar mobil ilovalardan foydalana boshladi. Bankomatlar bitta ishni bajargan bo'lsa, mobil ilovalar esa kassirlarni ko'plab ishini bajara boshladi. 2024-yilda Klarna AI yordamchisi bir oyda 2,3 million mijozga xizmat ko'rsatganini e'lon qildi. Kompaniya bu ish qariyb 700 nafar xodim mehnatiga teng ekanligini aytib, xodimlar sonini 5500 dan 3000 nafargacha qisqartirdi. Dastlab natija juda yaxshi edi. Kompaniya mijozlariga xizmat ko'rsatish vaqti 11 daqiqadan 2 daqiqagacha qisqartirildi. Kompaniya o'rtacha 40 million dollar yiliga tejab qolishni reja qilayotgandi. Ammo bir yil o'tib muammolar paydo bo'ldi. Mijozlar robotdek javoblarni va murakkab muammolarni hal qila olmaslikdan shikoyat qila boshladi. Klarna rahbari ham xarajatlarni tejashga haddan tashqari e'tibor berish xizmatlar sifatiga zarar yetkazganini tan oldi. Natijada kompaniya odamlarni qayta ishga ola boshladi va gibrid tizimga o'tdi. Oddiy savollarni sun'iy intellekt, murakkab va hissiy holatlarni esa insonlar hal qila boshladi. Sun'iy intellekt ko'p ishni tez fursatda bajaradi, lekin hissiy va murakkab ishlarga kelganda insonni o'rnini bosa olmaydi. Hozircha, kelajakda yana bilmadim. Quyida keltirib o'tilgan ma'lumotlarni birga ko'rib chiqdik. Endi sizni sohangizda sun'iy intellekt qay darajaga kirib keldi va hozir qaysi darajada? Keyingi 5-10 yillikda qanaqa darajaga chiqishi mumkin? Siz ishsiz qolasizmi yoki sun'iy intellekt bilan birga gibrid tizimga o'tasizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.